Assalomu alaykum hurmatli qatnashchilar. Sizlar bu yerga kelishimizdan maqsadimiz, agar sizlar qiynayotgan savol, takliflar bo'lsa, murojaat qilsanglar, bitta hamma takliflarni yechishga harakat qilamiz. Kimda savol bo'lsa, birorta qo'l ko'tarib gapiraverasizlar. Qani kimda savol bor? Assalomu alaykum. Men ayol nomiga, Umumboyeva Dilnoza nomiga 50 million so'm kiritmoqchiman qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun. Shuni tartibi bilan tanishtirib bersangiz. Xo'p, juda yaxshi. Bizning bankimiz tomonidan bugungi kunda ishsiz fuqarolarga kafillik asosida, ya'ni sug'urta polisi bilan 50 million so'mgacha mikrokreditlarimiz bor. Xo'p, kreditimizning muddati 5 yil bo'ladi. Foiz stavkamiz 25% dan 2 yil imtiyozli davr bo'ladi. Shu fuqaroning nomidagi bank kartasiga naqd pulda shu shaklda kirim qilib beramiz. Shu tadbirkorligingizni rivojlantirish uchun, chorvachilikni rivojlantirish uchun bu kredit maqsadidan foydalansangiz bo'laveradi. Yana kimda savol bor? Assalomu alaykum tadbir qatnashchilari. Biz oilaviy tadbirkorligimiz bor, ya'ni kichkinagina bog'chamiz bor. O'sha bog'chani kengaytirish maqsadimiz. O'sha kengaytirish uchun biz shu Agrobankdan kredit olmoqchimiz. Qanaqa kredit tavsiya berasiz? Uni bir shu bizga yo'nalishini bersangiz, u kreditdan foydalanish, to'lovlari shu bo'yicha qisqacha ma'lumot bersangiz. Yaxshi, savol so'raman. Bugungi kunda shu bankimiz tomonidan kichik subyektlarni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida tadbirkorlarimizga Prezidentimiz 312-sonli qaror doirasida kredit tavsiyalardan ajratib kelinmoqda. Kreditimiz 100 million so'mgacha bo'ladi. Foiz stavkamiz tumanimiz loyihasidan kelib chiqib 21% dan hisoblanadi. 2 yil imtiyozli davri bor. 100 milliongacha o'sha uy bog'changizni jihozlash uchun yoki asosiy sotib olishga olsangiz bo'ladi. Buning uchun siz hisob raqamini, o'sha bog'chaga solgan hisob raqamini bizning bankimizga ko'chirib o'tkazasiz. Kerakli hujjatlarni uchun mas'ul mutaxassislardan o'rganib chiqib, o'sha kreditimizdan foydalansangiz bo'ladi. Bu kreditga garov qo'yishim kerak. Agar siz garov ko'proq summa, agar 100 milliongacha summa olmoqchi bo'lsangiz, sug'urta polisi bilan chiqsa bo'ladi. Agar sizga ko'proq 300 milliondan ko'proq summa bo'lsa, 300 milliongacha garov taqdim qilgan holatda olsangiz bo'ladi, foydalansangiz bo'ladi. Yana kimda savol bor? Hech kimda savol yo'q bo'lsa, bugungi uchrashuvimiz yakunlaymiz. Agar qo'shimcha savollar beradigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling.